Salomatlik konsepsiyasi. Salomatlik konsepsiyasi. Qaranglar. Odam 12 ta tizimdan iborat. Bu degani qon yurak tizimi, immun tizimi, mochеполовая sistema, ko'z ko'rish tizimi, nafas olish tizimi, xullas 12 ta tizim bor. Tizimlar a'zolardan iborat. O'pka, jigar, yurak, pochka, shunaqa a'zolardan iborat. A'zolar to'qimalardan iborat. To'qimalar hujayradan iborat. Hujayra Xudoni bergan kuni yangisi tug'iladi, eskisi o'ladi. Mana shuni regeneratsiya deydi. Regeneratsiya degani o'zini tiklaydi. Ibn Sino aytgan, hakim ichingizda aynan mana shu jarayonni nazarda tutgan holda. Endi demak, hujayra biza uchun, hujayra sog'lom bo'lsa, to'qima sog'lom bo'lsa, a'zolar nima bo'ladi? Sog'lom bo'ladi. Vrachlar mana bu joyda ishlaydi. Kardiolog yurakni anaqa qiladi, urolog pochkani davolaydi, fiziatr nimani davolaydi. Mana bular bilan ishi yo'q. Bunday olib qaraganda odam bir qop hujayradan iborat. Ichida kichkina qopchalari mana bu a'zolar. Endi mana shu hujayra sog'lom bo'lsa, sog'lom avlod qoldiradi. Sog'lom avlod qoldirish uchun demak, mana homilador ayolga ham hamma sharoitni yaratib berishga harakat qilamiz-ku. Demak, qirolicha bo'lish kerak. Nima kerak? Mana shu hujayraga sog'lom bo'lish uchun birinchidan qurilish materiali har kuni o'ladi-ku, har kuni yangisi tug'iladi. Demak, qurilish materiallar, oqsillar bu degani go'sht, tuxum, oqsillar hujayraga parchalanib aminokislotalar bo'lib kiradi. Ikkinchidan minerallar kerak. Mana hozir hammalaring kalsiy kam deymiz, magniy deymiz, asabni tinchlattirishga, keyin sink, pandemiya payti hammaga berildi. Selen, temir moddasi kabi minerallar mana bu aminokislotalarni o'ziga xos tartibga solishga yordam beradi. Uchinchidan vitaminlar kerak. Vitamin D3 bilasizlar, vitamin A ko'z nuriga yaxshi, vitamin B guruhdagi B12, B6 hammalaring eshitgansizlar. Magniy B6 eshitgansizlar-da. Vitaminlar minerallarga quvvat beradi, aminokislotalarni tuzib berishga. Yana bizaga nima kerak? Bu fermentlar, masalan, go'sht ichimizga tushdi, murakkab narsa, soddaga, oddiy narsaga parchalab beradi. Mana shu go'sht bu har xil aminokislotadan, vitamindan, mineraldan iborat narsa. O'sha go'shtni parchalab beradi aminokislotaga, mineralga, vitaminga. Bu qurilishdagi prorablar. Masalan, bular g'ishtchalar bo'lsa, boyagi go'sht aminokislotalar. Bular orasidagi rastvor, kalsiy, magniy nimalar-da. Bu prorab bo'ladi. Bu quvvat. Masalan, bu vitamin quvvat, svet, ishchilarni quvvati ishlaydi-ku. Ana shunaqa faqatgina energiya beradi. Lekin energiya bo'lmasa, mana ular joyiga tushmaydi. Bular bo'lmasa, g'ishtchalar yaxshi turmaydi joyida. O'shaning uchun hammasi birdaniga kerak. Xudoni bergan kuni yana bitta narsa bor. Yarim to'ydirilmagan moy, yog' kislotalari. Oddiy moy, mana miyada moy qolmadi deymiz-ku. Mana iligimizda moy bor, har bitta mana qo'limiz ham moylanganda, hujayrani qobig'i yog'lardan iborat. 50% asab tizimi yog'lardan iborat. Hujayrani qobig'i qancha yog'i sifatli, yetarli bo'lsa, shuncha hujayra sog'lom bo'ladi va sog'lom avlod beradi.
qobig'i shu yog'lardan iborat. Mana shu 5 ta narsa Xudoni bergan kuni har kuni kerak. Lekin qaranglar, hammalaring fizika, ximiyani maktabda o'qigansizlar. 60 gradus issiqlikda mana shu hammasi o'ladi. Mineraldan boshqa hammasi uni go'shtni 100 gradus haroratda qaynatamiz pod Selsiusda. Demak, mana shular hammasi yaxshi tushish uchun 50% endi anaqa yeyiladimi emas, xomlay go'shti yeyiladimi emas, lekin 50% yegan ovqatimizdan salat, meva bo'lish kerak, ho'l meva. Da, 50% pishgan bo'lish kerak. Pishgan. Bu degani bir kosa ovqatga bir kosa salat yeyish kerak. Lekin bizada birlagan ovqat anaqani oshni yeymiz. Kichkina likopchada salat yeymiz. Mana shu narsani ko'rib chiqish kerak. Agar muammolar уже yuzaga kelgan bo'lsa, 70% salat, meva и 30% pishgan ovqat bo'lish kerak. Chunki biza yosharishimiz kerak-da. Cho'z boyagi уже kasallikka moyillik bo'lgan, quvvat ketyapti, qabziyat bo'lyapti, tam asab buzilyapti demay, уже все tozalanish kerak. Nima deydi? Tirik ovqat ko'proq yeyish kerak. Endi ovqatni yedik. Hamma narsa qonga so'rilish kerak. Qon orqali tarqatiladi-ku hamma moddalar. Demak, qon 99% suvdan iborat. H2O. Suvni ham o'ziga yarasha me'yori va sifati bor. Me'yori har 1 kilogramm vaznga 30-40 muammolar bo'lsa 50 millilitr suv. Bu degani 70 kilogrammli odamga 3,5 litr. 2 litrdan 3,5 litrgacha norma. 100 kiloli odamga 3 litrdan 5 litrgacha suv, mana shu normasi. Norma vody. Endi 30 minut ovqatdan oldin to'xtatamiz. Stop suv ichish. 1 soat, 1,5 soat keyin davom ettiramiz. Ichamiz. Nimaga? Oshqozon anaqasini, sokini bartaraf qilmaslik kerak. Chunki u parchalash kerak. Parchalash jarayon yomonlashadi. O'shandan keyin kekirik bo'ladi, qorindan bo'ladi. Ayni ovqat payti suv ichganimiz uchun. Suv ichib, suvga to'yib, yarim soat ovqatdan oldin suvga to'yib ichsak, bemalol so'lak ajraladi va yegan ovqatimiz tiqilmaydi. Bemalol 30 marta, 20 marta normalni chaynasa bo'ladi. Endi sifati, birinchidan struktura deymiz. Chiroyli parcha anaqa qor parcha bo'ladi. Mana snejinka bo'ladi-ku. Chiroyli bo'lish kerak. Dam solingan suvni bilasizlarmi? Suv xotiraga ega. Mana domillalar anaqa nima o'qib, duo o'qib, haqiqatan ham yordam beradi-ku, bu bor narsa. Mana bizning nikohda ham suvga o'qiladi, keyin ichiriladi. Bu chiroyli struktura. Tizimli bo'lish kerak, struktura bo'lish kerak. Xotirasi yaxshi, xotira deb qo'yaveraylik, xotirasi yaxshi bo'lish kerak. Aytadi-ku, dushman bilan choy ichib o'tirma, chunki o'sha nosos yomon energiya suvga anaqa shunday xotirasiga kirib oladi. Ikkinchidan minerallashgan bo'lish kerak, chunki mana boyagi kalsiy, magniy, siydik bilan, peshob bilan va ter bilan ko'p nimani yo'qotamiz. Shuning uchun anaqa mana terlaganimizda ham sho'r bo'ladi. Mana bu kalsiy, magniy minerallar yuvilib ketadi, joyiga qo'yish kerak. Uchinchidan tirik suv bo'lish kerak. Mana plus zaryadli, minus zaryadli bizga energiya beradi, plus zaryadli bizdan energiyani oladi.
O'shaning uchun minus zaryadli bo'lishi kerak. Rus tilida окислительный восстановительный потенциал deydi. Buni fizikadan bu tirik suv, bu o'lik suv bo'ladi. Keyin bizaga yumshoq, singuvchang bo'lishi kerak. Mana hujayraga kirish uchun yuza tarangligi, mana molekulalar bir-biriga birikish kuchi 43 bo'lishi kerak. Din kvadrat santimetrga. Yer yuzidagi suv 70. O'shaning uchun biz oddiy suvni ichsak, shish bo'ladi, atyoq bo'ladi. Mana bunaqa yumshoq suv bo'lsa kirib ketadi. Asosiy ko'rsatkich bu pH ko'rsatkichi. Mana bunaqa 1 dan 14 gacha ishqoriy muhit, ishqorlik nimasi bor, o'lchovi bor. Bizani hamma qonimiz, so'lagimiz 543 dan qon 705 gacha, 743 dan 705 gacha. Mana shu hayot zonasi. Bu yog'iga ham mumkin emas. Bu yog'iga ham kerak emas. Masalan, choy, kofe 5 bo'ladi, Coca-Cola 2,6 bo'ladi. 2,5 da 1 dan 2,5 gacha o'lim zonasi. O'lim zonasi. Coca-Cola 2,6, shakar 3 bo'ladi. Nima uchun choy, kola, shakar, kompot ichamizda, kola ichamiz, lekin o'lmaymiz? Mana 701 bo'lsa koma bo'ladi, 608 bo'lsa odam o'ladi. Nima uchun biz o'lmaymiz? Mana ularni ichyapmiz-ku. Chunki bizada anaqada resurs bor. Suyaklarimizda, sochlarimizda boyagi kalsiy, magniy, natriy va kaliy moddalari mana buni ushlab turadi. Buferlarimiz borda, zapasimiz bor. O'shaning uchun mana bularni ichganimizda sochimizdan, yuragimizdan, o'shaning uchun mana yozda ko'p terlagan odamlar kuzga kelib o'sha holsizlanib qoladi. Kuzda ham ko'p nimalar bo'ladi. Insult, infarktlar. Chunki suv ichilmaydi. Suv ichilsa ham dunyodagi suvlar hammasi o'sha kalsiyi yo'q, minerali yo'q. Mana suvni sotib olganlaringda 2-3 tagina kamgina mineral bo'ladi. Почти distirlangan. U ichimizga oddiy suv ichimizga kirgandan keyin kerakli moddalarni ham yuvib chiqarib yuboradi, mana siydik bilan, ter bilan. Ana shunaqa. Endi suvni ichdik, moddalarni yedik, lekin baribir ham sog'lik yo'q. Chunki bu anaqa yer yuzida bizadan oldin paydo bo'lgan bakteriya, virus, gribok, дрожжи, sifat boyagi nimalar sodda parazitlar, простейший parazitlar, ular o'zi aslida 1,5 kilogramm bo'lsa normada bo'ladi. Lekin 3 kilogramm bo'lib qolsa yomon kasalliklar paydo bo'ladi. 5 kilogramm bo'lgandan keyin ana rak keladi. O'shaning uchun mana buni chunki ular agressiya bildirib boshlaydi. Chunki o'sha egalik qilib oladi-da, anaqa quturib ketadi. Chunki ko'paygandan keyin ular nima qiladi? O'zi aslida nima bilan xavfli bizlar uchun? Birinchidan raqobat, ovqatimizga, ozuqaga, hujayra uchun ovqatlanyapmiz, lekin birinchi bular yeb oladi. Keyin qolgani bizaga qoladi. Qolganiga ham mana zaharlaydi bizani. Ularni axlati, alohida tualeti yo'q-ku, qayerda og'zi qalansa o'sha yerda ham axlatini chiqaradi, zaharlaydi. Boyagi pH'ni bizani muhitimiz pH 7,5 bo'lsa pasaytiradi. 7,5 dan pasaytiradi. Bizani 7,5 da aytgancha aytmadim, rak hujayralari 1932-yilda Otto Warburg degan olim Nobel mukofotini olyapti. Rak hujayralari pH 7,5 da rivojlanmaydi degan. 1960-yillarda buni davomchilari, Otto Warburg davomchilari patogen flora, patogen bakteriyalar ham rivojlanmaydi pH 7,5 da.
Mana shu juda muhim ko'rsatkich. Ichimizda mana shuni saqlab turish kerak. Eslaysizlar, 7:01da уже odam komaga tushib qoladi. Biz bolalarga shakarni tiqishtiramiz, pechoniyni tiqishtiramiz, gazirovka olib beramiz. Mana bobolar, buvalar juda bolalarni erkalab, "Ma senga pul" deydi, borib kiriyeshka, chupa-chupslar oladi. Bayramlarga ularga bayram qilamiz, xursand qilamiz deb o'z pulimizga boyagi mana bu pH 6 o'limni komani sotib olyapmiz. O'z pulimizga, yaxshi ko'rgan nevaralarimizga. Mana shu narsani hurmatli ota-onalar, bobolar, buvalar yaxshilab eslab olaring. O'smir yoshidagi bolalar ham yaxshilab eshitib olinglar. Zaharlaydi, anaqa mana pH ko'rsatkich, kola, Fanta, Sprite farqi yo'q, gazli ichimlik, soklar hammasi kerak emas, chunki mana bu pasaytiradi. Zahar hammasi. Xuddi shunaqa gijja, mana aroq ichganlar ham xuddi shunaqa zaharlanadi, mana buni hisobiga. Miya ishlamay qoladi. Mana miyani eritib yuboradi, qobig'ini ham eritib yuboradi, ichki anaqasini ham shunday yo'q qilib tashlaydi-da, boyagi kislota. pH 7.5 dan past bo'lgan muhit juda yomon. Uchinchidan bizani boshqaradi. Mana hurmatli ota-onalar, ko'rasizlar, mehmonlar uchun olib qo'ygan konfetlarini qayerda bo'lsa topib oladi, chunki kerak. Yoki bo'lmasam so'rg'ich, yaxshigina so'rg'ich o'tirgan bo'lsa, mana go'shtni baliqlarda chiqadi. So'rg'ich go'shtni yaxshi ko'radi. Go'shtni yeydi, lekin mushak o'zgarmaydi, ko'paymaydi, semirmaydi. Yoki bo'lmasam anaqaga tashlanadi. Juda yaxshi ko'radi vitamin C. Askarida. Bitta askaridani kattasi bir kunda 1 osh qoshiq qonni ichib tugatadi bolalarda. Anemiya bo'ladi-ku, qon yetishmovchiligi, lekin mana kровотечение bo'lmasa, anaqa oshqozon yarasini, kровотеченияsi, miomani kровотеченияsi, gemoroidni kровотеченияsi bo'lmasa, bizda yetarli miqdorda gemoglobin bor, anaqa temir moddasi. Lekin nima uchun kam bo'ladi? Chunki gijja raqobatdosh-ku oziqamizga. Yeb tugatadi. Bir kunda bitta o'sha askarida 240 ming tuxum qo'yadi bir qo'yishda. To'g'ri, hammasi anaqa qilmaydi, lekin 4-5 tasi qolsa, mana 20 gram kuniga 4-5 ta anaqasi bo'lsa, qurt qolsa 240 mingtadan 20 gram kuniga anaqasi yo'q, qoni yo'q. Shuning uchun nima qilish kerak? Что делать? Nima qilish kerak? Birinchidan o'ldirmaslik kerak. O'ldirmanglar. Aptekani dorisi o'ldiradi. Keyin u o'lgan katta jonzotni odamni ichidan chiqarib olish juda qiyin. Klizma, mana ko'pchilik aytadi, klizma qildirdim, 3 kun qatnadim. Mana qaranglar, ingichka ichak 7-8 metr. Keyin yo'g'on ichak, keyin to'g'ri ichak. Mana bu yerdan axlat chiqadi. Klizmani qildirasizlar, mana yo'g'on ichak. Klizma mana bu yergacha borsa bordi. Ingichka ichakda o'tirganlarchi, jigarni ichida anaqa o'tirganchi, miyada o'tirgan klizma bilan chiqarib bermaysizlar-ku. O'shaning uchun mana o'ldirsak, mana bu yerda o'ldi, klizma yetib bormaydi. Irib battar qiladi, zaharlashni battar qiladi. Agar o'ldirsak, aptekani dorilari hammasi o'ldiradi. Biz ularga yoqimsiz muhitni o'zgartiramiz. Boyaga 7.5 bor-ku, pH 7.5. Patogen mikroflora rivojlanmaydi-ku. Rivojlanish net. Вот. Mana shu muhitni o'zgartiramiz. Demak, ishqoriy suv berishimiz kerak. Suv ishqoriy, achchiq anaqadan, o'tlardan
mana chesnok yedirasizlar, qalampir yedirasizlar, lekin bir oy qilolmaysizlar o'shani. O'shaning uchun bizada 12 ta o'tdan bitta kapsulada mana shunaqa tabiiy nimalar bor, vositalar bor. Uchinchi immunitetni boqish, immunitetni oziqlantirish. Bu degani hujayraga aminokislota, mineral, vitamin, ferment yog'larni berish kerak. Mana immunitetni boqish degani shu degani. Bundan iboratki 5 qadam mana yo'li bor. Salomatlik yo'l. Salomatlikka yo'l. Birinchi qadam qaror qilish kerak. Qaror qilish, sog'lom bo'lishga qaror qilish kerak. Chunki 95% odamlar davolanaman deydi. 5% gina odam sog'lom bo'laman deydi. Mana davolanaman deganlar ham to'g'ri, yaxshi, lekin bular birinchi kasal bo'lib keyin davolanadi. 5% odamlar kasallikni oldini oladi. Ikkinchi qadam ziyonli odatlardan voz kechish. Bu degani boyagi yomon gazli ichimliklar, yotishdan oldin ovqatlanish, yotib o'qish, ko'zga juda katta nagruzka beradi yotib o'qisalaring. Ikkinchi qadam. Uchinchi qadam gijjadan tozalanish. Gijja, shlak toksindan tozalanish. Tozalik, salomatlik garovi. Tozalik. Kattalar 2 mahal yilida, kichkinalar 4 marta yilida tozalanish kerak. Chunki kichkinalarni mana oshqozon suyuqligini pH-i yetarli emas, oshqozonga tushgan gijjani urug'ini parchalashga. Bizaniki ancha yaxshi. Agar o't pufak bilan oshqozon osti bezi yaxshi ishlasa, o'shaning uchun kattalarga 2 marta yiliga, 1 yilda. Kichkinalarga 2 marta, 4 marta. Ikkinchisi suv, uchinchisi suv edi. Suv. Mana buni almashtirib qo'yamiz. Suv muvozanatini to'g'irlashda me'yorida 1 kilogramm vaznga 40-50 millilitr suv 30 minut ovqatdan oldin 1,5 soat keyin. 5-inchisi toza muhitga, toza ichakka, toza qon tomirlarga, toza hujayraga, funksional degani foydali, balanslangan degan 5 xil mahsulot bo'yiga aminokislota, mineral, vitamin. Tabiiy oziqlantirish. Albatta harakat. Движение это жизнь. Bu hayot. Hamma narsa hayot. Suv obi hayot, tozalik nimasi garovi, tozalik salomatlik garovi, suv muvozanati. Birinchidan miyani to'g'irlash kerak. Xohish, qaror 95% emas, 5% ga o'tish vaqti keldi. Doktorlar yordam bera olmayapti hammaga. O'ziga hattoki bera oladi. Mana shu salomatlik yo'li. Mana shu leksiyamni, mana shu anaqamni o'zlashtirsalaring, hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Inshaalloh.